Xohlasangiz 1 kilo, xohlasangiz 10 kilo, xohlasangiz mana shunday butun holatida bemalol 115 ming so'mdan Andijon shahrida xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum andijonlik akalarimiz. Bu joyda ko'pchilik bilsa kerak, Obod masjidining oldidagi ushbu mostdan tushgandan keyin 200 metrdan keyin mana shu o'ng qo'lingizda keluvchi ushbu sabzavotlar va undan tashqari bemalol poliz ekinlari optim joyini oldida endi go'sht markazi ochilgan. Va bu tomonga qarab yuradigan bo'lsangiz, o'sha Jahon bozori Kolsovoyga borasiz va shu tariqa u yoqdan kelib turgan bo'lsangiz, mostga chiqmasdan 200 metr bu yoqda o'zi chap qo'lingizda keladi. Go'shtlarimiz bu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, 30 kilodan boshlab 70-80 kilogacha bu yerda ham bor. Sifati, mazasi va halol yo'l bilan boqilganligi va halol yo'l bilan so'yilganligi Qozog'istondan keltirilgan ushbu go'shtlarni siz xohlasangiz butun, xohlasangiz mana bu yerda 1 kilo, 2 kilo tatib ko'rishga ham bemalol olishingiz mumkin. O'sha aytib o'tganimizda yo'llarimizni tushuntirib o'tdik. Bemalol keling, xudo xolasa va eng qizig'i muzlatilmagan, sovutilgan go'shtlar bemalol kesib, oshxonaga, samovarga bo'ladimi, uyga bo'ladimi, bemalol mana foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa mana shunday sifatli go'shtlarni olaman degan akalarimiz ushbu videoni like'larni bosib qo'yasizlar. Andijonlik akalarimizga men ishonaman. To'g'rimi Muhammad Shofiy? Albatta, Andijonlik like'ni bosib kelaverasizlar. Go'shtimiz biz xizmatdamiz aka. Qarindoshlar guruhiga tashlab qo'yasizlar. Tashlab qo'yasizlar. Sifati juda ham zo'r. Bitta tatib ko'rib o'zingiz bilasiz. Andijonlik akalar, sizlarni juda qattiq hurmat qilaman. Bitta like'ni bosib qarindoshlarga jo'natib, orienteriga pastda kommentariyada bemalol sizlarga lokatsiyalar tashlab qo'yamiz. Kelib xudo xolasa xarid qilaverasiz. O'sha dumbasini qo'shib olsangiz ham, boshqa qilsangiz ham 115 ming so'mdan qo'chqor go'shtlarimizni pastda raqamlarga aloqaga chiqing.